Assalomu alaykum. Bugun bir ko'cha tarixi loyihasida maftun bo'ldim. Seni eslayman, kechalar yulduz sanab, arabcha tango. Nechun xayolga cho'mding kabi ajoyib qo'shiqlar ijrochisi, xonanda, rassom sifatida yaratgan avtoportret, Saraton, Bolalik ko'chasi, Chorminor kabi asarlar muallifi Botir Zokirov nomi berilgan ko'cha haqida ma'lumot beramiz. Xonanda, aktyor va rassom O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov ko'chasi Shayxontohur va Chilonzor tumanlari hududida, Alisher Navoiy va Islom Karimov ko'chalari oralig'ida joylashgan. Uzunligi 1.2 kilometr. 2005-yil 25-apreldan Abay ko'chasining bir qismi ham Botir Zokirov nomi bilan yuritilgan. Ko'cha yaqinida O'zbekiston konservatoriyasi, Alisher Navoiy, Paxtakor va O'zbekiston metro bekatlari joylashgan. Ko'cha yaqinida esa Adabiyot muzeyi, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, Kinochilar uyi va boshqa muassasalar bor. Ushbu ma'lumotlar O'zbekiston Milliy kutubxonasi fondida saqlanayotgan manbalardan olingan.